Uni oldingmi? Ha, hozir yetkazib berishdi. Bu nima? Kompas. Afzalligi nimada? Har xil paranormal holat va anomaliyalarni topib bera oladi. Arvoh, maxluq va shunga o'xshash narsalar albatta. Uni ishlayotganini qayerdan bilaman? Agar hech narsani sezmasa shunchaki qimirlamaydi. Lekin u hozir tinmay aylanyapti. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Uni aylanganini hech ko'rmagandim. Bu gaping bilan bu nimanidir sezdi demoqchimisan? Ha, ehtiyot bo'l. To'g'risi men ham bu narsaga ishonishga xohlamasdim, lekin bu juda ham qadimiy narsa. Bu to'xtadi va bir tomonni ko'rsatyapti. Yo'q, xudoyim, bu yomon. Faqat qo'rqmaslikka harakat qil. Ortiqcha harakatlar qilma, meni eshit. U tomonga borma, eshigingni qulflab, biror joyga yashirinib ol. Bu hazil emas. Har xil ovozlarga e'tibor berma. Agarda isming bilan chaqirishsa, nimani? O'zimni. Tushunarli, demak rost ekan. Ha, bu anomaliya 47. O'z aksini ko'rish. Bu oddiy narsa emas. Xullas, bilan tutishni yagona. Nima? Alo. Telefon o'chib qoldi. Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Bo'ldi, tugataylik, o'zim qo'rqishni boshlayapman o'sha. Blin, endi zo'r joyga kelgandik-da. Nega o'chib qoldi? La'nat, ishlasang-chi. Ferka, keldingmi? O'zimni uyimda ozgina qo'rqdim va tezda sen uyingga kelishga qaror qildim. Ahvoling yaxshimi? Ha, super. Sen bilan gaplashganimizga 5 daqiqa bo'ldi. Nima, teleport qilib keldingmi? Sen buni ko'rganingda edi. U juda g'alati narsa edi. Ha, mayli. Men juda tez kelganim uchun ancha chanqaganman. Tezroq suv ber. Sekiroq to'kib ichyapsan. Yana, tinchlan, o'tirib ol. Tushunishimcha ozgina emas, yaxshigina qo'rqqanga o'xshaysan. Yo'q, aslida mendan qo'rqish kerak. Suv ber yana. Ha, sendan qo'rqish kerak. Uyimdagi suvni tugatib qo'yishing mumkin. O, dahshat, suv qolmabdi-ku. Juda ham ko'p suv ichyapsan, o'zi aslida. Alo. O haliyam qarshimda turibdi. Men juda qo'rqib ketyapman. Nima qilishim kerak? Yozuvlarni o'qi. Nima qilishim kerak? Alo. Menga yana suv ber. Meni suv ichkim kelyapti. Men suv ichaman. Menga suv ber. Biror nima yemaysanmi? Snickers yeyman. Menda bunday buyurtmalar juda ko'p. Xavotirlanma. Nima deb o'ylaysan? Men aniq manzilga yetib keldim. Agarda anomaliya izlovchi kompasni olganingda bilib bo'larding. Menga muammo kerak emas. Meni qayerdaligimni aniqlab ber. Turkiston Building qurilish obyekti. Aytgancha, meni ham qurilish sohasida 5-6 yillik tajribam bor, ma'lumot uchun. O'zing kechagina maktabni tugatgan bo'lsang, men sendan Legodan uy qurish tajribangni so'ramayapman. Ma'lumot ber. Men qayerdaman? Tayyor sotiladigan uylardaman. Ha, hali qurilish ishlari olib borilyapti. Lekin bu yerda hech kimni ko'rmayapman. Tunda hech kim ishlamaydi. Ozgina million ishlayapti. Keyin esa faqatgina kim bo'l, bu yerga kimdir keldi. Qiziq, kim bo'lishi mumkin? Kelishuvga ko'ra buyurtmachi tovarni ertaga olib ketish kerak. Turkiston Buildingni ideal qurishayotgan ekan-a? Har narsaga chalg'ima. Vaziyat haqida gapir. Aytsam ishonmaysan. Nimani ko'ryapsan? Gapir. O'zimni ko'ryapman. Nima? Tushunursan. Bu yana 47-anomaliya bo'lishi mumkin. U hozir nima qilyapti? Mashinadan qanaqa qilib tushib kelgan bo'lsam, xuddi o'shanaqa qilib kelyapti. Seni bir daqiqa avvalgi harakatlaring takrorlayaptimi? Ha. Unaqada qoch yo'ldan, o'zini to'padi. Bakırma. Bu etten beri bak. Utirerek orta kakçaklayarak bile yoktan yapırım, yoktan yapırım. Yaxshi ketayotganda. Sen so'rading, meni seltib beryapman. Nima? Meni boshqa qilarga ishim yo'qmi? Hozir qayerdasan? Men yer osti yo'ldan ketyapman. Kompasga qarasha ushlayaptimi? Yo'q, hozircha Turkiston Building qurgan uylarida mustahkam qimirlamay turibdi. Nima? Reklama. Unaqada qo'rqma. Buyurtmani manzilga yetkazib, tez ortingga qayt. To'g'rimdan kimdir kelyapti. Menimcha uni ham qo'lida menikiga o'xshash buyurtma bo'lsa kerak. Yo'q, bu hududda faqat biz ishlaymiz. U oddiy yo'lovchi. Xayrli kech, janob. G'alati, u menga javob bermadi. Kuni yomon o'tgan bo'lsa kerak-da. Menikini aytmasa ham bo'ladi. To'xta, men yer osti yo'liga tushayotganmidim yoki chiqayotganmidim? Nima, 3-ko'zim bormidi? Seni ko'rib tursam? Yana nimadir xato ketyapti. Kompasga qarab ishlayaptimi?
Yo'q, demak u yerdan zudlik bilan chiqishing kerak. Men yana qayta kirish yo'lagidan paydo bo'lyapman. Bu yerdan chiqib keta olmayapman. Orqaga qaytib ko'rchi, balki o'sha yerdan chiqib ketarsan. Yo'q, men bu yerda qamalib qoldim menimcha. Haligi odam. Balki sen vaqt ichida qolib ketgandirsan. Men yer osti yo'lda qolib ketdim. Agar sen aytganday bo'lsa, aloqa uzilishi kerak edi. Alo, jin ursa aloqa uzildi. Aloqani tiklashga harakat qiling. Jin ursin nima, men kinodamanmi? La'nati, mendan nima xohlaysan o'zi? Xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi, 6 ta bo'lib qolibdimi? Bu yerga kelish oson bo'lmadi. Ha, bizning ishimiz oson emas. Ha, qanchalar qiyinligini bilishganida edi. Qarshimda qandaydir portal ochildi. Buyurtmachi bu haqida alohida izoh qoldirgan. Sen portaldan kirishing kerak. Qiziq, u qayerga olib chiqadi? Ahamiyatsiz. Bu nima edi? Sen ham eshitdingmi? To'g'risi qo'rqib ketdim. Kirib ko'rchi nima ekan? Men u yerga kirmayman. U yerdan qo'rqinchli ovozlar keladi. Tezroq u yerga kir. La'nat, agar u yerdan qaytib chiqolmasam. Chiqolmasang hech narsa qila olmaysan. Shuning uchun chiqishga harakat qil. Hey! Bu yoqqa kel. Siz buyurtmachimisiz? Yo'q, biz choy ichib o'tirgandik. Sovuq yeganga o'xshaysan. Unga choy quyib ber. Aslida gulxan yoqmoqchi edik. Biz taraflar juda ham sovuq bo'ladi. Lekin choyimiz issiq. Choy ichasanmi o'zi? Ozgina sinib olsam yaxshi bo'lardi. Suhbatingizga xalaqit bermadimmi? Yo'q, ayni vaqtida kelding. Bilmaysizmi o'zi bu qayer? To'xta, ichma. Mendan jon qarzdorsan yigitcha. Ular kim edi o'zi? Bekinoz degan bachcha, Baqay tog'asi o'zining. Bu yerdan chiqa olamizmi o'zi? 50 ming talak bo'lsa aytaman. La'nati, bu qanday joy o'zi?